Hammaga assalomu alaykum, qadrli Instagram kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Hozir Instagram orqali bitta video ko'rib qoldim. Rosti ko'rib juda ham jahlim chiqdi. Negaki biz mustaqil demokratik davlatda yashayapmiz. Sababiki inson huquqlari, inson qadriyati, inson salomatligi birinchi o'rinda turgan bir paytda Qo'shtirnoq ichidagi ayrim savodsiz shifokorlarning xatti-harakatlari natijasida bir qiz bir umrga nogiron bo'lib qolganligi aytilmoqda. Bunga o'zingiz nima deysiz? Videoni ko'rib fikringizni izohlarda qoldiring. Burun operatsiyasiga borgan qiz nogiron bo'lib qoldi. 22 yoshli qiz burun operatsiyasi uchun Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi xususiy klinikaga borib, 3 oylik komaga tushib qoldi va bir umrga nogiron bo'lib qoldi. Qiz komadan so'ng o'zini mustaqil boshqara olmaydigan darajada nogiron ahvolga tushib qolgan. Xorijga olib borib davolatilgandan so'nggina yura oladigan holga kelgan. Biroq u hozirgacha normal gapira olmaydi va xotirasini yo'qotgan. Unga doimiy bitta odamning nazorati kerak bo'ladi. Qizning onasi klinika tomonidan haligacha biror moddiy yoki ma'naviy yordam berilmaganini aytmoqda.